yagona. Muhabbatimiz es-hushimni o'g'irladi. Yursam ham, tursam ham, okean sohillarida sayr qilsam ham bir maftunkor chehra yonimda hamrohdek. U sizsiz. Sizga oshiqman. Lekin Zebo? Zebo? Voy tavba, telefoning ham bor bo'lsin-a. Ovqatga chiq. Opa, nima uxlayapsizmi? Nima deysan? Hech tinch qo'ymaysan-da. Ovqatga. Qizim, o'qishlaring qalay? Joyidami? Zebo, xayoling qayerda? Dadang sendan so'rayaptilar. Nimani? Kechirasiz dada, eshitmay qolibman. Imtihonlaring boshlandimi? Ha, umi? Ha. Agar imtihonlar boshlangan bo'lsa, demak xayol parishonliging shundan. Meditsina buni tasdiqlaydi. Hadeb qizingizni erkalatib, tarafini olmang. Bu xayol parishonligini sababchisi ordona qogur telefon. Ertayu kech shunga termulgan. Internet. Bu o'qishing bu yil tugaydi-ya, qizim? Ha, dada. O'qishni davom ettirmoqchi dadasi. Men qarshi emasman, juda ham yaxshi. Zebo, xayol surib o'tiravermasdan ovqatingni tez-tez ich. Hamma seni kutyapti. To'ydim. Dadasi, dasturxonga fotiha qiling. Sizda zarur gapim bor keyin. Xo'p. Qani ilohim. Ilohim yurtimiz tinch, xonadonlarimiz obod, farzandlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Maqs. Cho'naq qo'ymayman-ku fotoga qo'ydim. Qara, qizing qanday farosatli, ajoyib bo'lsa. Men mehmonxonada biroz ishlayman. Men ozgina o'ynab kelay. O'g'lim shoshma. Ishim bor. Shu hech ko'chaga to'ymas ekansan-da. Dadasi, mehmonlar sovchilar esizdami? Yaxshi bolalar kun botgandan keyin ko'chaga chiqishmaydi, o'g'lim. Darsingizni qildingizmi? Qildim. Barakalla. Unda hozir chopqillab Navoiyxonaga borasiz. Dadam tayinlab ketgan nonlarni berasiz ekan deysiz. Hop? Men tayinlab pulini berib kelganman. Kelganingizdan keyin esa yana qilgan darslaringizni takrorlaysiz, mavzularni o'qiysiz, men yana tekshirib ko'raman. Kelishdikmi, o'g'lim? Kelishdik. Barakalla, to'y bor. Bora qol, bor. Tez borib kelgan, xo'pmi? To'y bo'ladi. To'y bo'ladimi? Voy.
boshqa gapirma, hech kimga aytma, xo'p? Yana bir marta aytsang, qulog'ing cho'zaman. Qo'yaverasiz. Tez bor. Tez kelgin. Mehmon kutishingga 5. Qizingning xabari bormi? Ha, xabar bor, aytganman. Surishtirdingmi o'zi tuzuru? Ular ham, men ham surishtirib bo'ldik. Yaxshi xonadon ekan. Ota-onasi kasbdoshingiz. Shifokorlar. Yigit moliyani bitirgan, hisobchi bo'lib ishlar ekan. Aytgancha yigit o'zi ham keladi, dadasi. Hozir xonadonda uchrashtirishayotgan ekan. Shundaymi? Ha, ilohim qizimizni baxtini bersin, dadasi. Aytganing kelsin onasi. Ha, aytganday, dadasi. Yigitni dadasi ham kelar ekan. Hali zamon kelib qolishadi. Oshni zirvagin tayyorlab qo'ydim. Baraka top. Ye. Kimdir keldi. Sen qara. Hozir. Keldingmi o'g'lim? Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Yuring. Kelinglar. Dadasi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Yaxshi keldingizmi? Assalomu Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Keling. Qani ichkariga kelinglar. Qani? O'g'lim, akangni darsxonangga olib bor. Keling. Keling, marhamat. O'tirib turing. Xo'p. Men hozir. Kompyuter senikimi? Opamniki, nima edi? Internetga ulanganmi? Bor shekilli, qiziqmayman. Fizika domlamiz ziyoni ko'p deganlar. Ehtiyot bo'linglar deganlar. Men hozir o'tirib turing. Xo'p. Zerikib qolmadingizmi? Ha, yo'q. Yaxshi o'tiribsanmi? Ha, yaxshi. Bu meni qizim Zebo. Ha, meni o'g'lim Shokirjon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shokirjon, gaplashib o'tirgin. Xo'p. Qizim, mehmonga choy uzat. O'qishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Yaxshi, rahmat. Olib o'tiring. Xo'p. Kompyuterni yaxshi bilasizmi? Ha, o'qishdan berilgan vazifalarni bajarish uchun foydalanaman. Internetdanchi? Kirib turaman, sizchi? Hozirgi zamonda kompyuterga qiziqmagan inson qolmadi, menimcha. Nimasini aytasiz? Hozir buvijonlar ham karta o'ynashni boshlab yuborishgan. To'g'ri. Meni bobom ham goh-gohida kompyuterda shaxmat o'ynab o'tiradi. Xullas, hammaga ermak topildi. Har qalay kompyuter paydo bo'ldi-yu, mushkullarimiz ancha oson bo'ldi. Internetga ulansangiz bormi? Xohlagan kutubxonangizga kirib, xohlagan kitobingizni o'qiysiz. Dunyoning istalgan joyiga borib, sayr qilib kelish imkoniyatiga ham egasiz. To'g'ri. Ayniqsa ilm-fan yangiliklari bilan tanishasiz. Xohlagan insoningiz bilan tanishib, do'stlar orttirasiz. Bizga o'xshagan buxgalterlarga qo'l keldi. Oylik, yil hisobotlarini ham internet orqali topshiramiz. Idora sarson bo'lib yugurishlar, kutib o'tirishlar yo'q endi. Xullas, jonni huzuri bo'ldi. Men tez-tez chet elga ketgan do'stlarim bilan ham internet orqali gaplashib turaman. Bu mo'jiza.
kechirasiz. Men hozir. O'g'lim, nima bo'ldi? Gaplashib bo'ldik. Shunaqami? Mehmonxonaga o'ting, ovqatim ham tayyor bo'lib qoldi. Mayli, rahmat. Men pastda kutib tura qolaman. Ha, mayli. Ovqat tayyor edi-ya. Rahmat. Keyingi safar. Yaxshi boring. Xo'p. Kuyoving bormi desa bor deganda ekan. Zeboga nima bo'ldi? Xafa qilganga o'xshaydi. Nima deysan, qizim? Yigit yoqdimi? Yaxshiga o'xshaydi. Bilmadim. Lekin Nima lekin? Oyijon, menga muhlat bering. Yaxshilab o'ylab ko'ray. Yaxshi. O'ylab ko'r. Bahonada siz bilan tanishib qoldik. Endi to'yni shu yildan qoldirmasak kerak endi. Ha, qizingiz bizga ma'qul. Albatta. Rahmat. Biz ham sizlar bilan tanishganimizdan juda xursandmiz. Rahmat. Ammo yoshlar masalasida biroz shoshmasakmikin derdim. Yo'q, yana ko'rishsin, yana gaplashsin, bir-birlarini yaqinroq tanishsin. Agar bir-birlariga ma'qul bo'lsa, men ham qarshi emasman, aka. Mayli. Rahmat, tushunganingiz uchun rahmat. Xush kelibsizlar. Ovqatim tayyor bo'ldi. Qani. Ovqatga qaranglar. Rahmat. Qani, oling. Aka, boshlang. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Farhod aka, sog'inchli salom. Sizga bu haqda aytishim shart. Kecha biznikiga sovchilar kelishdi. Keling. Bekinmachoq o'ynamaylik. Qachon kelasiz? Malika, men ham sizni ko'rgim keladi. Afsus, hozir uzoqdaman. Biroq yaqin oylarda borib qolaman. Ana o'shanda to'yni qilaman u sizni Amerikaga olib ketaman. Har kuni birga bo'lamiz. To'yimizni siz xohlagan to'yxonada o'tkazamiz. Jonim, sizni sog'inib qoluvchi Farhod. Zebo! Voy. Saida, Do'konajon. qalaysan? Yaxshi. O'zing qandaysan? Yaxshi. Saida, onang seni qanday qilib qo'yib yubordilar? Axir seni yer u ko'kka ishonmasdilar-ku. Zebonikiga boraman.
Imtihonga birga tayyorlanamiz. Keyin universitetga ularnikidan yaqin. Zeboga sovchilar keldi degandim, ruxsat berdilar. Aslida men imtihonga tayyorman. Xo'sh, senchi? Bilmasam, nega telefon qilmading? Qildim, yaxshi ishlamayapti. Mayli, o'zi kelganing yaxshi bo'ldi. Boshim qotib turgandi. Yur, ulgurlarni yeysanmi? Yo'q, o'tir. Xo'sh, gapir. Yoqdimi? Dadasi. Choy iching. Padaringga la'natlar. Tinchlikmi? Bu juda yomon odamlar ham ko'payib ketyapti-da. Internet degan narsa chiqib, u internetda tuppa-tup odamlarni ham ustilaridan xohlagan gaplarni yozib tashlashyapti. To'g'ri. Ha, bu bir-birini ko'ra olmaydiganlarga juda ham qo'l keldi-da bu internet. Dadasi, yaqinda bizni direktorga ham tuhmat qilishibdi. Direktorimiz Doniyorjon kelgandan beri direktorga yolchiganmiz. Juda ham yaxshi inson. Qo'lidan kelgan yaxshiligini ayamaydi, hammaga barobar. Kotibasiga uylangan, farzandi bor, uy olib bergan deb internetdan yozib chiqarib yuborishibdi. Uni xotini, bolalari o'qigan. Xullas uyda tinchi buzilgan. Kecha kabinetida yuragi xuruj chiqibdi. Tez yordam chaqirib shifoxonaga yubordik. Aytishlaricha ahvoli ancha og'irmish. Oddiy, ma'naviy yigit ko'rinadi. Xo'sh, Shifokorlar oilasi. Oliygohni tamomlagan. Hozir hisobchi bo'lib ishlar ekan. qanday qarorga kelding? Voy, dugonajon-ey. Hali gap bu yoqda degin. Xo'sh, uni men ham taniymanmi? Yo'q, tanimaysan. Mana bu yerda ham xuddi shunga o'xshagan bir voqeani yozishibdi. O'sha seni rahbaringga ham shu o'zini biron bir atrofidagi odam ko'rolmasdan oilasini buzmoqchi bo'lganda. Endi bir kishini emas, kotiba qizni ham badnom qilishdi-da. Yaqinda unashtirilgan edi. Bu baloga yo'liq qurla shundoq qizga tuhmat qilishdi-ya. To'yi buzilay deb turibdi. Mening muhabbatim juda uzoqda, Amerikada. Mana shu bo'shliqdagi havolar ichidan uning ovozi, qalb so'zlari yetib keladi. Men uni sevaman. Uning ismi Farhod. U bilan har kuni gaplashaman. Xatlar yozadi. Uning so'zlari qalbimni yondiradi. Qanot qoqib uchib borgim keladi. Shu yil to'y qilamiz. To'yxonani tanlayver dedi. Begonajon, men uni sevib qolganman. 2 yildan beri gaplashamiz. Xatlarni o'qib hech to'ymayman. O'qiyveraman. Toki uxlab qolgunimcha. Tushimga kiradi. Uzun bo'yli, qora qalin sochi, qosh ko'zlariga esa qarab hech to'ymayman. Tushimda u bilan Amerikada sayr qilib yurgan bo'lamiz. Xullas, mening Farhodim bor. Uydagilarga ham, u yigitga ham bu haqda ayta olmadim. Sirli muhabbatim bo'lsa edi. Shirinxon, Farhodingni bir ko'rsat. Og'zingdan bol tomib maqtading. Yo'q, ko'ra olmaysan. Sirliligicha qolsin. Xo'p, o'zing ko'rganmisan? Yo'q, ko'rmaganman. Internet orqali tanishganmiz. Bilasanmi? Virtual muhabbat
juda sirli, sehrli bo'lar ekan. U bilan biror bir kun yozishmay qolsam, xuddi nimadirimni yo'qotib qo'ygandek kun-tun behalovat yuraman. O'zingni yo'qotib bo'psan-ku, dugonajon. Xayoling joyidami? Aft angorini ham ko'rmaganman degin. Hali u cholmi, yigitmi, qallobmi, kazzobmi kimligini bilmasdan shuncha maqtading. Xuddi har kuni uchrashib yurgandek maqtanishingni qara. Sirli muhabbat emish. Tavba. Men ham ahmoq emasman. Gaplarini analiz qildim. Qolaversa, yaxshi insonligi uni so'zidan bilinib turibdi. Men unga ishonaman. Har kuni internetga kirib ketishingdan sezgandim. Hatto o'zi tugul rasmini ham ko'rmagan odamingga ishonishingga o'ylayman. Bilasanmi? Farhod akamlar uy manzilimni so'radilar. Sovchi yuboraman dedilar. Men avval ko'rishaylik, so'ngra yuborasiz deb aytdim. Zebo, har qalay biror qallobni qarmog'iga ilinib qolmagin deyman. Qaysidir bir gazetada o'qigandim. Senga o'xshab Facebookka ruju qo'ygan bir qiz koreyalik bir yigit bilan tanishib, Koreyaga boribdi. Bilasanmi? Ishongani chol bo'lib chiqibdi. U qiz yig'lab gazetaga yozgan, afsuslar chekkan. Senga o'xshagan qizlar aldanib qolmasin degan. U bilan o'zbekcha gaplashamiz. U o'zimizning yigitlardan. O'qishni tamomlab Amerikada qolgan ekan. Bilasanmi? U shunday shoir tabiat insonki, uning so'zlari qalbimni eritib yuboradi. Eritib ko'z yoshlaring oqib qolmasin deyman. Bilasanmi? Negadir o'sha yigitga ishongim kelmayapti. Tag'in aldanib qolmagin deyman. Bo'ldi. Charchadim. Kel, yaxshisi uxlaymiz. Mayli, siqilma. Haqiqat baribir yuzaga chiqadi. To'g'ri, dadasi. Keyin shu qizingdan xabar olib tur, xo'p? Nazoratingni saqla. Shu internetdan faqat ilm yo'lida foydalansin, xo'p? Ehtiyot bo'laylik deyapman, donasi. Xo'p, dadasi, xotirjam bo'ling. Baraka top. Bo'laqa, kechga qolasan. Bo'l, tezroq darsga kechikamiz. Imtihonligi yodingdami? Hozir. Oy, dadasi duo qiling. Mayli. Imtihonlarni yaxshi bahoga topshirib, yuzinglar yorug' bo'lib qaytinglar. Allohu akbar. Allohu akbar. Amaki, yaxshiga emas, a'loga deng. Imtihonlarda a'lo bahoga topshirib, yuzinglar yorug' bo'lsin. Allohu akbar. Akaningiz kelsin. Amaki, xolajon, bizanikiga ham o'tinglar, xo'p? Rahmat qizim, to'ylarda. Bo'l, Zebo.
Zebo, g'alatisan-a? Uyda ham, ko'chada ham telefondan bo'shamaysan. O'z uyingga bekor borinma. Qizim, yaxshi keldingmi? Imtihonlaring qanday o'tdi? Yaxshi o'tdi. Necha baho olding qizim? Yaxshi, dada. Qizimiz bugun boshqacharoqmi? Shu sovchilik kelgandan beri o'zgarib qoldi. Taqdiri haqida o'ylayotgandir-da. Zahro, sen u bilan yaxshilab gaplashib ko'r. Qo'yniga qo'l solib ko'r. Tag'in adashib qolmaylik deyman-da. Xo'p, dadasi. O'zim ham shu haqida o'ylab turdim. Baraka top. Qizim, ona bilan bola o'rtasida sir bo'lmaydi. Sirdosh bo'ladi. Gapir. Yengil tortasan. Bilaman, bizdan nimanidir yashiryapsan. Oyijon, xat, qo'ng'iroqlar orqali tanishib, ammo umrida hech ko'rishmagan yigit qiz sevisha oladimi? Bir zamonlar rasm ham bo'lmagan. Ko'rmasdan turib turmush qurishgan. Lekin hozir zamon boshqa. Oyijon, men shunday sevib qolganman. Uning so'zlaridan mana qarang. Muhabbatim malikasi, hayotimning muhabbatga to'la bulog'isiz. So'zlaringiz go'yo muhabbatga lammolam to'lib oqayotgan daryo. Shu so'zlarni o'qiyotganimda o'sha daryodan hovuchlab muhabbat sharbatini ichayotgandek bo'laman. Bilmasam, so'zlari juda chiroyli, ta'sirchan, xuddi shoirlarnikidek. Nima deyishga ham hayronman. Kelib, belgi qilib ketishsin. Sovchilar kelyapti degan. Xo'p, bugun gaplashaman. Bir muncha ajoyib ekansiz. Bir ko'rishda sevib qoldim dengi. Bugun imtihon topshirayotgan ekansiz. Sizga omad tilashga keldim. Rahmat. Faqat shumi? Ota-onamga ham yoqibsiz. Qarang-a, ularga ham yoqibmanmi? Kulgiga yo'ymang. Rost. Ota-onamga ham,
menga ham yoqqansiz. Meni nimamni yoqtirib qoldingiz o'zi? Keling, yaxshisi dugonalarim bilan tanishtirib qo'yaman. Kerak emas. To'g'risini ayting. Agar yigitingiz bo'lsa, Agar bo'lsa-chi? unda men sizdan kechirim so'rayman. Ha, bor. Unda men sizga baxt tilayman. Mayli, xayr. Dadasi, ertaga maktabga ota-onalar majlisiga borasizmi? Vaqtim yo'q. Ham poliklinikada, ham kasalxonada ishlab charchayapman. Hech narsaga ulgura olmayapman, dadasi. Borib kelsangiz biror joyingiz kamayib qolmas. Ishim bor. Sizni kompyuterda karta o'ynashdan, telefonda gaplashishdan boshqa nima ishingiz ham bo'lardi? To'lovlarni hammasini men to'lasam, ozgina bo'lsa ham rahmingiz kelsin. Hadeb pesh qilaverma. Vaqtida men ham topganman. Topgansiz, dadasi, tommayman bundan. Lekin mana 2 yildan beri topganingiz o'zingizdan ortmay qoldi-yu. Axloqingizni deb ishdan bo'shatishdi. Internetga ruju qo'yib hammamizni unutdingiz. Ozgina bo'lsa ham ro'zg'orni o'ylang. O'ylab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bugun aksariyatimiz internet, ayniqsa ijtimoiy tarmoq asiriga aylanganmiz desak xato bo'lmasa kerak. Hozirda yirik ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar soni millionlab, milliardlab kishiga yetgan. Ular o'zaro muloqot qiladilar, saytlarga o'zlarining, yaqinlarining fotosuratlari, videolarini qo'yadilar. Kimlardir bu tarmoqda o'zining unut bo'lib ketgan tanishlari, bolalikdagi do'stlarini topadi. Xo'sh, ijtimoiy tarmoq girdobiga tushib qolish inson ruhiyati uchun qay darajada xavfli? Bundan qutulish mumkinmi? Ijtimoiy tarmoqdan ko'p foydalanuvchilar, virtual olamga tobe bo'lgan insonlar bora-bora depressiyaga tushib qoladilar deyshadi. Bunga qanday munosabat bildira olasiz? Bu haqiqat, chunki virtual olam biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, insonni bir tobelikka, ya'ni mana shu informatsion oqimga qaramlik kasalligini keltirib chiqaradi. Insonni qaysi millat, qaysi mamlakat vakili bo'lishidan qat'iy nazar mana shu virtual olamga bog'liqligi ijtimoiy tarmoqning doimiy ravishda uni haqiqiy hayotdan uzilib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ijtimoiy televizor ko'rma, telefon tutma. Vahimasiga o'laymi?
Salom Farhod aka. Ko'rishmasak bo'lmaydi. Ko'rishaylik, iltimos. Salom qalbimning gavhari. Ozgina sabr qiling. Baxtiyor kunlar yaqin. Farhod aka, sevgingiz rost bo'lsa uchrashaylik. Shoshyapsiz go'zal. Hali vaqt kelmadi. 2 yil bo'ldi. Yetar. Agar bor odam bo'lsangiz, yozganlaringizda haqiqat bo'lsa ko'rishaylik. Bo'lmasa, boshqa yigitga rozilik berishga majburman. Aeroport bilan gaplashib ko'ray. Chipta olishim kerak. Shoshmang. Qachon olasiz? Baxtimizga chipta bor ekan. Oldim. Kelasi shanba kuni Toshkentdagi O'rda anhor bo'yida uchrashamiz. Xursandmisiz? Nahotki biz ko'rishsak? Qizlar, sizlarga xush xabarim bor. Qanaqa qiladi bu? To'yimiz tezlashadiganga o'xshaydi. Kelasi shanba kuni Farhod akamlar keladigan bo'ldilar. Biz nihoyat uchrashamiz. To'yxonani tanla dedilar. Qizlar, nima deb o'ylaysizlar? Qaysi to'yxonani tanlasam ekan, ha? Yaxshi to'yxonani chiqimi ham yaxshi bo'ladi. Amerikada ishlasa, demak, puli ko'p. Qo'rqma, men yoningda bo'laman. Nikoh to'yi bir marta bo'ladi. Zo'rini tanla. Ovqatlari ham zo'r bo'ladi. Sen hech to'ymading-da. Senga faqat ovqatlar bo'lsa bo'ldi. Odamlarni ovqat birlashtiradi-da. Internetdan topishganing yaxshimi, yomonmi bilmadim-u. Lekin to'y bir kunlik, o'tadi ketadi. Yigiting qancha boy bo'lsa ham to'yxonani oddiyrog'ini tanlayver. Sen hech ko'rolmaysan-da. O'sha oddiyrog'ini, kontraktini zo'rg'a to'lab yurgan qurumsoq yigiting bilan o'zing tanlayver. Qizim, qahvangni ich, sovib qoladi. Xo'p, oyijon. Dadasi, aytganimdek, Farhodjon Amerikadan ketdi. Bugun 10da uchrashib, gaplashishadi. Tushunarli. Ish qilib, durust yigit chiqsin-da. Yaxshi niyat qiling. Undan ko'ra to'y haqida gapiring.
Mabodo to'y qilib bir haftada olib ketamiz deyishsa nima qilamiz? To'ydan ko'p qo'rqmayman. Ammo qizing ko'rishsin. Undan keyin birga bo'lar. Lola, qalaysan? Senmiding? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Otakamni yordingga nima qilib yuribsan? O'tib ketayotgandim, qarasam alanglab turgan ekansan. Bir qo'rqitay dedim-da, o'rtoqjon. Kimnidir kutyapsanmi? Men Saidani kutayotgandim. Xohlasang yur o'qishga birga ketamiz. Yo'q, yaxshisi men uni biroz kutay, ketib qolsam xafa bo'ladi. Mayli bo'lmasam o'qishda ko'rishamiz. Mayli, yaxshi qil. Yaxshi qil. Xo'p, mayli. Iye, qo'shnim G'olib akani qizi Zebo-ku. Sizdan buni kutmagandim. Mening orzular bilan borgandim. Uchrashuvni intiqlik bilan kutgandim. Bir olam orzularim bor edi. 2 yildan beri aldab keldingizmi? Men bilan yozisha boshlaganingizda aldanib bo'lgansiz. Vijdoningiz bormi o'zi? Inson taqdiri bilan shunday o'ynashasizmi? O'zi siz bormisiz? Mavjudmisiz? Bor bo'lsangiz javob bering. Ba'zi ishlarda bu to'lqinning orqasida kim turganini bilishni umuman imkoni yo'q. Men uni sevib qolganman. Unda men sizga baxt tilayman. Yo'q.